Açıldingmi lola gülüm. Navro'z yangilanish va yasharish, birdamlik va rizq-ro'z bayramidir. 3000 yildan ziyod tarixga ega bo'lgan Navro'z olam sharqona yangi yilning kirib kelishidan darak. Bu kunda yaqin insonlar bir yerga jam bo'ladi. Araz-o'ginalar unutiladi. Insonlar orasidagi mehr-muhabbat yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi. Navro'z ezgulik va yaxshilikni tarannum etuvchi, qalblarga iliqlik baxsh etuvchi ayyomdir. Navro'z milliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgani bilan ham go'zal. Shu kuni xonadonlarda sumalaklar qaynaydi, milliy taomlar tortiq qilinadi, mahallalarda sayllar tashkil etiladi. Yurtimizning barcha hududlaridagi kabi Toshkent viloyati Parkent tumani Samsarak qishlog'ida ham ana shunday bayram sayllari o'tkazilmoqda. Navro'z nafaqat milliy qadriyatlarimiz ramzi, balki bolalikni yodga soladigan bayramdir. Mana shu varrakni uchirayotgan, yuzlarida tabassum aylanayotgan bolajonlarni ko'rib, beixtiyor o'zimizning ham bolalik damlarimiz yodimizga tushadi va o'sha beg'ubor onlarni juda ham sog'inamiz. Hozir mana shu varrakni uchirib, birgalikda bolalik damlariga qaytgandek bo'lamiz. Ko'kda uchayotgan varraklar yurtimizdagi tinchlik, osoyishtalikdan darak. U qancha yuqorilagani sari zavqimiz ham ortaveradi. Navro'zda milliy xalq qo'shiqlari kuylanadi, chiroyli raqslar ijro etiladi. Mana hozir bizning oldimizda Parkent chashmasi ansambli turibdi. Akbar aka, Navro'zda qanday xalq qo'shiqlari kuylanadi odatda? Navro'z bayramida odatda o'zimizni qadimdan ota-bobolarimizdan meros bo'lib kelayotgan qo'shiqlar bor. Mehnat qo'shiqlari bor, milliy o'yinlarimizga aytilgan qo'shiqlarimiz bor. Laparlar, qolaversa mana sumalak, halim taomlari pishirilayotganda aytiladigan qo'shiqlar bor. Shular asosan ijro etiladi. Hozir bizga qanday qo'shiqni ijro etib berasizlar? Navro'z kelganligini, bahor kelganligini anglatadigan Ochildingmi lola gulim degan bir qo'shig'imiz bor. Jamoamiz bilan mana shu qo'shiqni ijro qilib beramiz. Açıldingmi lola gülüm. Bag'ring bo'lib tilim tilim. Açıldingmi lola gülüm. Bag'ring bo'lib tilim tilim. Senga yetib olmoq uchun ado bo'ldi mening dilim. Senga yetib olmoq uchun ado bo'ldi mening dilim. Qizg'onadi bog'lar seni, maysalarga chorlar seni. Qizg'onadi bog'lar seni, maysalarga chorlar seni. Tush ko'radi uzun tunlar, qancha dili dog'lar seni. Tush ko'radi uzun tunlar, qancha dili dog'lar seni. Ochildingmi lola gulum. Bag'ring bo'lib tilim tilim. Ochildingmi lola gulum. Bag'ring bo'lib tilim tilim. Senga yetib olmoq uchun ado bo'ldi mening dilim. Senga yetib olmoq uchun ado bo'ldi mening dilim. Qizg'onadi bog'lar seni, maysalarga chorlar seni. Qizg'onadi bog'lar seni, maysalarga chorlar seni. Tush ko'radi uzun tunlar, qancha dili dog'lar seni. Tush ko'radi uzun tunlar, qancha dili dog'lar seni. Ochildingmi lola gulum. Bag'ring bo'lib tilim tilim. Ochildingmi lola gulum. Bag'ring bo'lib tilim tilim. Senga yetib olmoq uchun ado bo'ldi mening dilim. Navro'z bayrami xalq o'yinlari bilan yanada gashtli.
milliy sport turlari va xalq o'yinlari o'ziga xos qadriyat sifatida yoshlarda vatanga muhabbat tuyg'usini qaror toptiradi, milliy ruhni shakllantiradi, xalqimizning an'ana va urf-odatlarini e'zozlash hissi ortadi. Dilshod aka, azaldan Navro'z bayramida xalqimiz orasida qanday o'yinlar mashhur bo'lgan? Navro'z bayramida xalq o'yinlari juda ham ko'p. Orqon tortish, tosh ko'tarish, qarab tep, chillik o'yinlari. Misol uchun qarab tep o'yiniga kelsak, bir masofa olinadi. Ushbu masofada qarab tep o'yinida koptokcha yasaladi. Ushbu koptokchani o'sha masofani ichida sanaladi. Tushirmasdan tepiladi. U qanaqa tepiladi? U tepilganda ham oyoqni ichki tomonidan tepiladi. Kim ko'p tepsa, o'sha ko'p tepgan ishtirokchi musobaqa g'olibi sifatida e'tirof etiladi. Arqon tortish o'yini bu kim kuchli ekanligini ko'rsatish emas, balki jamoa bilan ishlash qobiliyatidir. Bir tomonda o'zbek jang san'ati sportchilari, shuningdek Parkent tumani o'quvchilari. Tayyormizmi yigitlar? Boshladik. Orqon tortish azaldan Navro'z xalq o'yinlarida xalqimiz sevib, o'zlarini kuchlarini, g'ayratlarini, shijoatliklarini hamda o'sha kuch-quvvatga to'lganliklarini namoyon etuvchi xalq o'yini hisoblanadi. Tosh ko'tarish bo'lsa, bu azaldan bir pahlavonlar o'yini tariqasida olingan. Chunki har bitta mahallada polvonlar bo'lgan. U polvonlar kerak bo'lsa mahallalar o'rtasida o'zini mahallasini himoya qilish uchun 16 kilogramlik tosh, 24 kilogramlik toshlarni ko'tarib, o'zlarini bilagidagi kuchlarini shu mahalladagi polvonlar o'rtasida o'sha kuchlilikni namoyon qilgan sport turlari. Kurash milliy sport turi yoshlarimiz orasida ham anchagina ommalashgan, ayniqsa ular orasida qizlarimizni ko'rib ham xursand bo'lamiz. Milliy sport turi bilan qanchadan beri shug'ullanasiz? 4 yil davomida shug'ullanib kelaman. Oilada kurashchilar bormi? Ha, meni bobom yoshligidan kurashga, o'sha belbog' kurashishiga qiziqqan, shug'ullangan va ulardan menga o'tib, mana shu milliy kurashga kelganman, qiziqib. Natijalar qanday 4 yil ichida? Ichkari O'zbekiston chempionati o'rinni olganman. G'olib bo'lgansiz. G'olib bo'lgan. Barakalla. 3 karra O'zbekiston chempionligini qo'lga kiritgan ekansiz. Demak, raqibni yengish uchun o'zingizning sinalgan va doim o'xshaydigan usullaringiz bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ha, birinchi o'rinda raqibimni ko'ziga qarayman. Ko'zga qarab qo'rqitib olasiz. Atakasini qarab va unga qarshi kurash qilib, o'zimni eng yaxshi ko'rgan yonbosh, ko'proq skalina yonboshga ishlayman. Ko'p musobaqalarda omad keltirgan shu usul, to'g'rimi? Men bu sport tanlashimdan maqsad, men oldin ko'p sportlarga borganman, lekin kurash meni o'zim yo'limni topishimga yordam bergan. Bu milliy qadriyatlarimiz. Bu sport turida men o'zimni yaxshi his qilganman. Natijalaringiz qanday? Natijalarim yaxshi. Men bu sport bilan 5 yildan beri shug'ullanib kelaman. O'zbekiston chempioni ham bo'ldim. Yana biza o'ynaydigan milliy xalq o'yinlaridan bu azaldan uzoq tarixga ega belbog'li kurash hamda milliy kurash. Bu sayillarda, to'y kurashlari bo'ladi yoki qanaqadir tadbirlarda ushbu kurashchilar o'sha o'zini tumanini, viloyatini himoya qiladi. Belbog'li kurashchilar asosan ular vazn toifasida maydonga chiqishadi. Vazni bir xil holatda bo'lgan ishtirokchilar kurashadi. Bitta vazn toifasida qariyb 24 ta 25 ta ishtirokchi ishtirok etishi mumkin. Lekin u vazn toifalari 8 ta, 6 ta, 10 ta, 12 ta vazn toifalarida ishtirok etishi mumkin. Bu musobaqani qanchalik ommaviy darajasi oshganligiga qarab, vazn toifalari o'shanga qarab yo ko'payadi yo kamayadi. Milliy kurash sport turi hozirgi kunda juda ham respublikamizda rivojlanayotgan sport turlaridan. Bu sport turimiz 5 tashabbus olimpiadasi sport musobaqalariga ham kiritilgan. Bu sport musobaqalarida 18-30 yoshdagi yoshlarimiz mahalla bosqichi, sektor bosqichi, tuman bosqichi, hudud bosqichi hamda respublika bosqichida kuch sinashadi.
o'q otish sportining ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Shuhrat aka, kamondan o'qni aynan nishonni mo'ljalga olib to'g'ri urish uchun sirlari bormi qanaqadir? Albatta, buni birinchi sirlari kamondan o'q otish uchun 3 ta lentasi bor. Oq lentasini otayotgan mergan o'ziga yo'naltiradi. Oq lentasi o'ziga qaragan bo'ladi va nishonni o'rtasini mo'ljalga oladi, o'q uzadi. Shunda nishon ko'zlagan natijaga borib yetib manzilga yetadi. Hech tajribangizda shu nishonni eng o'rtasini olganingiz ham bo'lganmi? Albatta, ko'p bo'ladi. Bu ko'plab mashqqa, o'z ustida ishlashga bog'liq. Hech qachonda olib birinchi marta otgan odam kamdan kam bo'ladi. Hamma narsa bu mashqqa bog'liq. Ko'plab mashq, mehnat, mashq va tajribani ortidan erishsa bo'ladi. Qani otingchi bir ko'raylik. O, yaxshi natija. Tomaris, Barchinoy avlodlarimiz deya men ham kamondan otib ko'rdim. Bunday natijani esa hech kim kutmagandi, ayniqsa o'zim. Mana qarang, molimda turib mana qo'l ko'ryapsizmi? Prosta ketishini nazorat qilish kerak-da. Shunchaki ustida turish. Bu yoqqa ketib qolsa, yonga ketib qoladi. Shuning uchun mana buni qilib turib nazorat qilib ketyapsa mana. Tortasiz, mana tortib turib. To'g'ri, bu ketib qolmaydi. Hop. Masofa yaxshimi, yaqinroq turib olasizmi? Men aytdim, ushlab oling. Buni bunday ushlang mana bu. Bunaqa. Shunday ushlab turib. Tortib, yana qattiqroq torting. Tortavering. Uncha qattiqmi? Qattiqroq torting. Juda qattiq ekan. Qattiqroq torting. Qo'ying. Natija qanday bo'ldi desangiz, o'zingiz ko'ring. To'qqiz. Oling, keling, oling. Qarang. Birinchi marta otishim lekin, birinchi marta. O'ngga ham urardim lekin. Birinchisiga zo'r. O'zim hayratdaman. Milliy xalq o'yinlarining hech biri shunchaki ermak yoki vaqt o'tkazish uchun o'ylab topilmagan. Ularda buyuk ajdodlarimizning donoligi, ruhiy va jismoniy kamolotga intilish istagi mujassamdir. Bu milliy qadriyatlarimizni namoyon etadigan milliy sport turlarimiz bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining tuman shaharlarida jadallik bilan rivojlanib kelmoqda. Ko'zlangan asosiy maqsad ham milliy sport turlarimizni rivojlantirish, ushbu sport turlarimizni yoshlar ichida hamda 30 yoshdan oshgan fuqarolar ichida rivojlantirish, ularni sport turlarini qiziqishini orttirish, ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish hamda shu milliy qadriyatlarimizni namoyon etadigan milliy sport turlarimizni rivojlantirish asosiy maqsad qilib olingan. Bahor keldiki, qir dalalarga chiqib, oqterakmi, ko'kterak o'yinini o'ynashning gashti albatta boshqacha. Ayniqsa biz qizlar juda ham bu o'yinni yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi qizlar? Qani birga o'ynaymizmi? Kelinglar. Ketdik. Oqterakmi, ko'kterak? Bizdan sizga kim kerak? Kim kerak? Ana. Har qanday bayram avvalo bolalarniki. Beg'ubor, qiqirlab kulayotgan bolajonlar bilan barcha ayyomlar zavqli. Buncha chiroylisiz. Ismingiz nima? Solixa. Solixa. Atlas ko'ylaklaringizni kim olib berdi? Oyim. Oyijoningiz olib berdilarmi? Bizga bir chiroyli she'r aytib berasizmi? Qani, eshitaylik. Lola lola lolajon, dog'lardagi gularon, eforini taratib bog'larimda bo'l mehmon. Rahmat. Siz ismingiz nima? Shahrizoda. Shahrizoda. Atlas ko'ylak kiyish sizga yoqadimi? Juda ham. Maza qilib hozir qaysi o'yin o'ynadinglar? Oqterakmi, ko'kterak. Aha, bizga chiroyli she'r aytib berasizmi? Keldi bahor, gul bahor, erib bitta boqor, uchib keldi qushlarjon, daraxtlar taxta marjon. Rahmat. Atlas ko'ylakdagi qizlar jonlar biram chiroyli. Sizning ismingiz nima? Fariza. Fariza. Farizaxondan hozir bahorga atalgan chiroyli she'r eshitamiz. Marhamat. Bahor keldi gul bilan, shohida bulbul bilan, onajonlar tabriklaymiz bugungi ayyom bilan.
Navro'z xalqimizning qadimiy tarixi, boy madaniyati va ezgu qadriyatlarini o'zida yaqqol namoyon etadi. Ushbu bayramning mohiyatida yuksak insoniy fazilatlar hamda borliqni asrab-avaylash, tabiat bilan uyg'un bo'lib yashash yotadi. Bayram dasturxonlaridan ham bahor ko'katlardan tayyorlangan noz-ne'matlar o'rin oladi. Ko'klamning ajoyib ne'matlaridan biri bu albatta ko'k somsa. Bu somsalar Navro'z bayramida barchamizning dasturxonimizdan albatta o'rin oladi. Ushbu somsalarni xalqimizning dasturxonlariga yetkazishda o'z hissalarini qo'shib kelayotgan pazanda opalarimiz ham biri Navro'za To'rayeva bo'ladilar. Assalomu alaykum. Navro'za opa. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Ismingizga qaraganda 21-mart kuni, ya'ni bugun tug'ilgansiz. Albatta. Tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz bilan umringiz uzoq bo'lsin. Hech ham dard ko'rmang, qo'lingiz ham dard ko'rmasin. Qachondan beri somsalarni tayyorlab xalqimizga yetkazishni boshlagansiz? Ko'k somsalarni biz 5 yil, 6 yildan beri qilamiz. 5-6 yildan beri. Albatta. Qarang, ko'k somsa deyiladi, mador somsa deyiladi. Ularni orasidagi farq nimada asosan? Farqi bu ismaloq somsa. Madorimiz mayda chiqadi, u mador somsa deyiladi. Aha. Demak, may oylarida mador somsalardan ham bahramand bo'lish mumkin. To'g'rimi? Ichki qaylasini qovurib olasizmi? Yo'q, qovurmaymiz. Shundoq oddiy piyoz, yog', ismaloq qilinadi. Xamirni oddiy suvga qo'yasiz. Oddiy suvga qo'riladi. Keyin tandirda qancha vaqt ushlab turish kerak? Tandirda holatiga qarab, pishishiga qarab, 7 minut, 8 minutda chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Bir kunda qancha somsalarni yopib, tayyor holatga keltira olasiz? Endi u mavsumga qarab. Mavsum paytida ko'proq, hozir kamroq. 100 tacha bormi? Ha, bor. Chiqadi. Undan ham ko'p. Nimaga ko'k somsalarni aynan ilik uzildi paytda yeyish kerak deyishadi? Endi bu ko'klamda odamda charchoq, horg'inlik seziladi. Bu odamga ayni darmondorida, ayni ko'klam mavsumida. O'simliklardan tayyorlangan odamga oziqali, insonga kuch beradi, quvvat beradi. Quvvat beradi. Hozir tandirni qizdirdingiz. Endi bularni ham hozir tandirga jo'natamizmi, nima qilamiz? Jo'natamiz. Qo'lim ham kichkinada. Ha, to'g'ri? To'g'ri. Oh, bo'ldi zo'r. Qarang, keling. Birinchi marta yopishim. Somsalarimiz pishdi, Navro'z opa. Albatta pishdi mana. Men ham uzib ko'raymi? Mayli. Somsalarimiz yaltirab turishi uchun uning ustiga yog' surtib olamiz. Mana somsalarimizni ham tandirdan uzib oldik. Juda ham chiroyli chiqdi, to'g'rimi? Ishonamanki, mazali ham. Endi uni tanovul qilish qoldi xolos. Yoqimli ishtaha. Ona tabiat va odamlar ruhiyatida yuz beradigan yangilanish, yasharish va yuksalishlarni asrlar davomida namoyon qilib kelayotgan Navro'z bu yili Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lashdir degan ezgu g'oyani o'zida mujassam etmoqda. Qushlarning sayrashi, maysalarning shivir-shiviri, gul-u g'unchalarning barq urishida bahor, Navro'z olam shukuhi kezmoqda. Navro'z mehr-oqibat, totuvlik va ezgulik bayrami. Bu kunda tabiat uyg'onib, qalblar quvonchga to'ladi. Asrlar davomida Navro'z olam xalqimiz tomonidan katta shodiyona bilan kutib olingan.
Bu bayram bizga ota-bobolarimizdan meros bo'lib qolgan bebaho qadriyatdir. Azizlar, Navro'zi olam barchangizga muborak bo'lsin.